Tongda sizga nima bo'ldi? Kimdan qo'rqishingizni ayting. Nima qilayotganding? U uyqusida bezovta bo'lgani uchun Undan nari tur. unga yordam berayotgandim. U bilan gaplashdingmi? Yaxshi uxlashi uchun hikoya aytib berayotgandim. Nima haqida? Oddiy hikoya. Bugunga yetadi, Kerilin. Rahmat. Devera xonim, bu yoqqa qarab yuboring. Meni ko'rmoqchimiding? Ha, bunga bir qaraysizmi degandim. Tomdan chakka o'tyapti. Men aslida tog'aga ovqat qo'ygandim. Unga qarashim kerak. Bir soniyaga xolos. Shu yerdan ham ko'rib turibman. Mana bu kerak emasmi? Bera qoling. Xonaga bir soniyaga bo'lsa ham kira olasizmi?